Minecraft. Lekin biz ham maktabga boramiz. Let's go. Kameram to'g'ri bo'lib Bo'laman. Kameramni to'g'ri informatika. ular daftar oldi ama. Daftar var. Siz bu maktabda sus kirgizmaydi. Mana men kursni bo'lishdan davom etdik. Ketdik. Men she'rim ham bor. Qo'yna o'rni. Bugun o'qish yo'q. Ertaga o'qishda. Kanalga like bosing, videoga bosishdan chiqmasin. Valaykum assalom. Sherga qani? Keladi mana. Keladi. Ustoz kirishgan. Ustoz kirishgan mumkinmi? Ha, kiraver. Hurmat. Assalomu alaykum. Let's go. Ona tilini oling. Ona tilini ular. Bugun biz tiktak olamiz. Nima diktat? Qo'yaman. Ketmaganlar kechgacha she'ri o'tiradi. Tiktakni tezroq yozishga harakat qilinglar. Minecraftda asosiy maqsad Ustoz soatim buzilib qoldi. va senga soat 4ga dedim. Tezroq parol deb kel. Bravo. Yana soat 4 kelsak uraman bo'lakay. Lekin men joyga o'tir va diktakni yoz. Nimaga men o'rdik? Diktakni yoz tezroq. Mana bu oradan vaqtam bitdi. Men diktatni yozib o'rib. Nima deysan? Daftarga yozib qo'yaman. Nimaga boshqatda yozasan? Hay. Hazarming, men kitobga o'qib bitibdi. Joyga o'tir. Siz o'z kitobni berib oling. Tezroq bo'l. Mana bola chiqish ham bo'ldi. Chiqishim bo'ldi. Bir maza qilaylik. Va 1 soat darsimiz qoldi. Asl ketdi, usta chaqiryapti. Iya. Tarbiya. Agar usta tez bo'lmasa bugun biz chiqamiz. Yes. Hurmat. Assalomu alaykum. Ustoz eshik yopilmayapti. Yopildi. Hamma kitobni ochsin. Daftarni ochsin va kitobni ham. Diktat yozamiz kitobdan. Nima? Chiqamiz deb o'ylabdi. Bu safar chiqamiz. Diktatni yo'q. Ona tildan ham diktat go'li. Motivatsiyadan ham diktat. Ismo tarbiyadan diktat. Gapirma. Bizga baholatinglar tezroq. Mana. Ustoz, men baholatdim. Mana. Ikkovni ham bahoymish. Ketishlaringiz mumkin. Xayr, ertaga kelinglar. Endi men bilan ketmayapti. Ular ertaga. Nima urasiz? O'zi urarman. Tezroq uyingizga ketinglar. Asl. Ketdik. Ustoz o'rniga bo'qlar. Ketdik. Ustoz gapirmaydi. Ketdik. Ketdik. Let's go. Nima qilmam?
Biz kompyuter o'ynamoqchi edik. Qancha berasiz? Mana. Böyle Ustoz va ustoz deb otib ana. Bo'ldi, o'ynamang, tezroq o'ynanglar. 1 soat o'ynashingiz mumkin. Nima pul bermading? pul marsani uchundan beri. Ay, biz uxlab qolibmiz-ku. Ertalab ham bo'ldi. Maktabga ham borishimiz kerak. Biz ketdik. Hamma uyga ketgandir. Ketdik maktabga. Qo'rqchi, bizlar tez maktabga. Maktabga hattoki qo'riqchilar ham qo'yilibdi. Yo'q, maktabga aylanamiz zaten. Maktab yangilanmagan. Asl ustozga aytsa, men kirmayman. Hurmat, Assalomu alaykum. seni oldingdagi sheriging qani? U bilmayapti. Ustoz, men keldim. Nimaga kech qolding? Joyga o't, tezroq. Nima dars edi birinchi soat? Ustoz. 1-soat matematika. Bugun sizlar 10 ta misol yozasizlar. Nimaga sen derazaga qarab o'tiribsan? Ustoz, hozir yozaman. Ustoz, ruchkamni tugab qoldi. Nimaga tugaydi? Tezroq do'kondan yangisini sotib olib yen. 10 ta yozaman deb 100 ta yozib. Yana do'kon bo'lyapti. Ustoz va ko'rat Mana bo'laman, ruchka sotib olib keldim. Kobro, keldingmi? Albatta ustoz, mana ruchka yozaman. Ustoz 5 qo'ying. Bo'ldi, ketaver, bahoy 5. Nimaga 2 yozib qo'ydi? Kundalik komga 5 qo'yaman, chaskanigacha 2 qo'ydim. Ustoz menga qarayman uribdi. Men oldim. Kelda sen. Sen urganim yo'q. Tuhmat qilma ustozga. Ay, meni o'rgachi. Bo'ldi, bas qilinglar. Urma, sen ham. Tezroq baholatinglar. Mana ustoz. Tanaffusga kerak, tanaffus. Voy, o'ziga ketamizmi? Voy. Yo'q, uylaringizga ketmaysiz. 1 soatdan kim o'tiradi sizlar uchun? Ustoz, endi ketaylik, javob bering. Ha, mayli, ketaveringlar. Hozir ketdik. Uni ketgan ketdik. Quloqlar ham chiqqan. Tez. Nima qilamiz? Ketdik uyga. Bu safar PlayStation xonaga boramiz. Yo'q, mahluqlar meni cho'chib borishdi. Yo'q, men boyinaki spamigan joyimizga spam bo'lam. Mana ertalab ham bo'libdi. Mana mahluqlar urganida deyman, meni ana yo'ldan keldim. Bu uyga kelishdi, uyim bo'ldi. Birinchi uyimga paydo bo'ldimda. Men hozir bu maktabga yangiyam. Do'stim ham yangiga. Ketdik, maktab boramiz. Maktab bo'lmasak nima bo'lar ekan? Yuklasang ona. Ustoz nima demaydi ketishtirgan. Ketdi, boshqachasi planshет o'ynaymiz. Tamaddixonaga kiramizmi? Kutubxonaga desam. Keyin kutubxonaga kiramiz.
Yo. Ey, nimaga kitob o'qimoqchimisan? Albatta. Kitobingni o'qi Orqay. Aha, shunday qilib menga kitob olamiz. Bo'ldi, kutubxona yopiladi. Ertalab kel. Ha, mayli, ketdim men. Neydi? Beş koyganız için rahmat. Ha, ketish bo'ldimi? Ustoz men haqimda nima dedi? Borsay. Sol. Bilese balcı. Bilese vurmaya. Bugun Jo'ron kelmadi. Nimaga kelmaganini bilmasam, ertaga so'raymiz. Ustoz, uzr kechikib keldim. Ey, sen yaramas bola. Nima qilib yuruvding bu yer? Oldimga kel. Ustoz, ay uryapti. Ay. Ustoz. Tezroq o'tirib ketdik. Asilbek darrov yozib ketdi. Biroz qolgansan maktabga. Ustoz. Hey ustoz. Ha, nimaga sen ketmading? Gitmayman oğlum. Bana sizlik öyle söylemek değilim de. Nima? Bana bu. Sizlik ustoz. Bana bu. Yo'q, temir quyruqchiniki. Qo'yib qo'y, menga tashla ber. Ben ustoz. Ben taşlandı. Lekin ben söyle. Bugun Nimaga ketib qolding? Tezroq meni qoldirib kel. ustoz xaybar o'tma. Tezroq menga daftaringni ber. Baxon 2 kim gapirdi? Ketaver, hay, baxoy, uch. Yo, asl kimdir gapirdi? Jalil gapirdi. O maktab ruhunu kaçırmaz. Maktab ruhunu kaçırmaz. Nima qilasan? Ruhunu kaçırmaz. Asl restoranga boraylik, qiliching tasha. Sen uylik qo'yishing mumkinmi? Kim? Birinchi uyimiz falan. Qiliching tasha. Menga ber. Böyle tepasdagi bizni Tilzorlik PlayStation'ga xush kelibsiz. biza 1 soat uchun pul bermoqchi edik. Asl men senga ham beraman. Bo'ldi, o'ynaveringlar. Qani ketdim. Epasiz ochilgan ekan. Qani. Ha. Ur. Yo, ur. Ya, urolmadi. O'ldi. Bir soat ham bo'ldi. Qayerdasan? Qilichingga o'q atarmish. Mana bolalar, videoning birinchi qismi ham tugadi.
Video yoqqan bo'lsa kanalga obuna bo'lib, like bosish esdan chiqmasin. Hammaga xayr, sog' salomat bo'ling. Qilich.